Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Yaxshisiz, to'g'risiz. Rahmat. Meni ismim Muhammadjon, Toshkent shahridanman. Marhamat, Muhammadjon. Men voyinkomatga boruvdim, menda varikatsiyali degan tashxis qo'yishdi-da menga. Shu varikatsiyali, lekin meni hech narsa bezovta qilmaydi, bezovtalik yo'q. Buni faqat ko'riydi aniqlashdi va operatsiya qilish kerak deyishyapti shuni. Shu operatsiya qildirishim shartmi, shart emasmi? Agar meni hech narsa bezovta qilmasa. Dastur avvalida aynan mana shu haqida gaplashgan edik. O'zi bezovta qilmaydi, lekin bu kasallik bor. Agar siz ko'rikda, voyinkomatda sizda varikatsiyali tashxisi qo'yilgan bo'lsa, demak sizda 3-daraja aniqlangan. 3-darajada ko'rik va palpatsiya deymiz, o'sha holatda bu aniqlanadi. Bu yerda birinchi navbatda tuxumning dopplerografiya, ya'ni qon tomirini ko'rishni tavsiya qilar edim va u yerda darajasini aniqlanadi. 3 ta darajasi bor. Birinchi daraja operatsiya qilinmaydi, faqat kuzatiladi. 2-3 darajada operatsiya qilinadi. Buning sababi bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ayrim holatlarda bizning tajribamizda ko'rinadi, varikatsiyali 2-3 daraja, lekin farzandlari bor. Bunday holatda biz yana tavsiya qilardik operatsiya qilishini. Negaki, bu 40 yoshdan o'tgandan keyin androdefitsitga, ya'ni возрастной androdefitsitga olib keladi va erta jinsiy aloqadan qolishga sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli va bezovta qilmasligi operatsiya qilmasligiga kafolat emas. Kafolat emas.